Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari, Mega Avto 7070 kanali muxlislari. Hammaga Ramazon muborak. Yana bir bor. Xo'p, Malibu 1 minaman deganlarga Malibu 1 o'g'il bolasi kelib qoldi qo'limizga. Yili 14 ga 16. Bitta krilodi betida kraskasi bor, qurgovoy, tonirovka. Mana ishda yetdi. Uchinchi pozitsiyasi. Mashina holati ancha yaxshi. Mana balonam so'q. Mashina xo'p 200 mingdan osha yurgan-u, lekin sostoyani ancha tiniq. Mana. Uchinchi pozitsiya. Qizig'i mashinamizga gazam ustanovka bo'lgan. Mashina orqasida 100 talik temir balon yotibdi. Mashinamiz 2.4 motorda bo'ladi. Mana motorlari ham tiniq. Xudo xolisi mashina расходni Rossiya deyman-u, ashi mashina mashi. Qurgovoy tonirovkasiga ruxsatnomasi tugab qopti. Minaman deganlar pasta nomer qoldiramiz. Bu mashinamizni xullas bu krasavchiyni 12 ming dollarga berib yuboramiz. Yana Devo mashinalarga barter qilamiz. Xo'p, 6-7 ming puli borlarga bank ham qilib bersak bo'laveradi. O'zbekistonda hamma viloyatiga dastavka qilib yetkazib bersak ham bo'laveradi. Xo'p, keyingi mashinamiz Captiva 3.4 bo'lgani 2014. Xo'p. Mashinamizda kraskalari toza. Xo'p. 100 mingdan osha yurgan. Propan gazlari bor. Mashinamiz xo'p. Mana propan gazi 3li motorda bo'ladi. Polniy привід bo'ladi. Salon holatlari ham yaxshi, sidinalar joyida turibdi. Bu mashinamizni ham 12 ming dollarga berib yuboramiz. Buni ham Devo mashinalarga barter. 6-7 ming puli borlarga bank. Xullas mashinalarimiz ularda obzorlarini ko'rsatib o'tganmiz. Mashinalarimiz sotuvda. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yana yangilik zo'rlari bor, xudo xolisi. Hammaga omad. Yana bir bor Ramazon muborak, salomat bo'linglar.